Hemen assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli kanallarimiz kuzatuvchilari, do'stlar. Aeroport 2'de yarım plan hovlu-joy satuva chiqdi. Ya'ni bu yerda 3 joyimiz bor. Hammasi patkulish qilib beriladi. Fon fasadlari, gazi, suvi, sveti, polni ichkari qismi ham komfortli sharoiti bilan tayyor holatda sotiladi do'stlar. Qani ketdik. Tak, gazi, suvi, svetda muammosi yo'q aytib o'tdik. Yo'l ustuna dim yaqin. Transportlardan muammosi yo'q. Stupenkalarimiz, oldi steshkalarimiz, proxodlarimiz qo'yilgan, eshiklar ikkilisidan qo'yilgan do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Yog'och pol bo'ladi. Dalanimiz yine baland solingan joy. Bismillah. Bo'g'an bomini o'tirib bermasdan kuzatinglar. Tak, ramka uslubidan foydalanilgan, shuning high-tech uslubda desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu yerda girish qismimizda oynasi ko'cha tomonga qaragan bo'ladi. Rakovina joyimiz, rakovinasi ham qo'yib beriladi do'stlar. Lustralar ham taqib beriladi. Patologlar yine plastikdan. Eshiklarimiz ham ajoyib eshiklar qo'yilgan. Zali, spalnisi, halanda yana bir spalnisi, bu yerda bir detskiy komnata ham bor. Bu yerda high-tech kombinatsiya qilingan do'stlar. Ikkili eshik zalga kirishimiz, ko'rib turgansiz yana bu yerda. Zalim. Ajoyib. Endi освещениyalarni taqqandan keyin budim bir o'zini gaplidi, o'zini ochadi. Bir remont bilasizlar. Hozirgi последний modada shunday bir ajoyib stilda remont qilingan. Yog'och pol laklangan bo'ladi do'stlar. Tak. Spayni joyimiz bu yerda. Bu yerda mana oboydan chiqib turibdi. Ajoyib mo'ysha oboylar, chiroyli svetdan tanlangan. Ko'rishingiz mumkin, patologlarni ham e'tibor beringlar. Baland solingan joy do'stlar. Главный gaz suv svet muammosi yo'q shaharda. Bu yerni endi garderobchi qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Основной детский комната qilingan. Bu yerda sanuzelimiz bo'ladi. Yurtdoshlar, sanuzel, dabatalka kafellar urilgan, yana Versace dizaynda isitish tizimlari bor, santexnik ishlar qilingan bo'ladi. Akvaplastik ramlardan eshiklari, bu yer kuxnyamiz. Kuxnyada mana kafel fartuqlar urilgan, isitish tizimi shora o'rnatilgan do'stlar, santexnik ishlar polni tayyor holatda desak mubolag'a bo'lmaydi. Bir освещенияларni taqib bersalar ajoyib. Endi bu yerda yana spalnamiz. Zo'r bo'ylar urilgan ekan bu yerga. Ajoyib, yine ko'rishingiz mumkin. Gap yo'q do'stlar. Bog' tomonga qaragan oynasi, registrlar profildan ishlangan bu. Kuxnyadan oynasi bog'ga qaragan do'stlar. Arka qismimiz steshkalar qilingan. Mashinada bu yerda mashina gezib qo'ysa bo'ladi, ya, bog'. Ajoyib, bu tomondan gösterelim. Bog'imiz bor do'stlar. Ajoyib holatda. Buni chiqib o'tirib bir letni kuxnya, ya bilmada letni hojatxona qurib bir tapchan, mopchan sharoit qilsa bo'ladi do'stlar. Arka tomondan chiqib ko'rsataylik endi bu yerdan. Mashinada kirib kelsa bo'ladi. Vaqt tomonina darvozalarni ham ajoyibidan qo'yganlar. Yurtdoshlar, Aeroport 2'da joylashgan joyimiz. Kelib ko'ringlar, savdolashib olinglar. 520 million so'm aytib turibdilar. Narxini da tushunarli qilib ekranda yozib qoldiramiz. Murojaat qilaverasizlar 93 869 11 11 raqamlarini aluvchilarga nasib etsin. Like'larni bosib berib o'tirgan obunachilarimiz hammangizga hamisha duodamiz. Alloh taolo bir zo'r joylarni nasib etsin. Joyingizni ko'rgan vaqtda shu like'larni bosganlar hammangizga shu ishondan joy olibsandagilar rahmat. Qo'llab-quvvatlab o'tirganlar omon bo'ling.